Bir yigit Payg'ambarimiz alayhissalomga kelib, ishi yurishmayotganligidan, hiç boy bo'lib ketmayotganligidan shikoyat qildi. Namoz o'qiydi, zakotini beradi, ihsonini qiladi, lekin ish yurishmayapti. Nima dedilar Payg'ambarimiz alayhissalom, bilasizmi? Rasulimiz alayhissalom o yigitga qarab, ota-onangni haqqiga duo qilib turasanmi dedilar. Ya shuni qilmayman ekan dedilar, ala dedilar. Ogoh bo'l. Ota-onasini haqqiga duo qilmagan odamni Alloh qashshoq qilib yuboradi dedilar. Ota-onangizni haqqiga duo qilib turing. O'tib ketganda emas, hayot bo'lib turganda ham azizlar. Ko'pchilik ota-onaga duo qilish desa, faqat o'tgandan keyin duo qilish tushunar ekanlar. Allohim rahmatingga olgin gunoh yo'q azizlar. Ota-ona sizni 24 soat duo qiladi. Lekin siz o'zingizga o'zingiz savol bering, hayot bo'lib turgan ota-onamiz uchun necha marta duo qilyapmiz? Xuddi ular bizga qilgani kabi qilyapmizmi? Yo'q. Agar qilayotganlar bo'lsa, sizni ham bolangiz shunday duo qilsin ilohim. Lekin ota-onaning haqqiga duo qilib turish kerak. Kimni ishi yurishmayotgan bo'lsa, kim o'zidan o'zi kasodga uchrayotgan bo'lsa, o'ziga o'sha savolni bersin. Oxirgi marta qachon ota-onasining haqqiga duo qildi? Ularga bildirmasdan uyni ichida o'tirib, ko'zingizga yosh olib, Qur'onda oyatda aytibdi. Allohim ularda meni kichikligim